Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun mana biz Farg'ona shahar Kirgili mavzesiga quyosh panellari o'rnatish uchun materiallarni olib kelishni boshladik. Bu ko'rib turganimiz quyosh panellari hisoblanadi. Keyin yana kerakli materiallarni furadan kranda tushirish jarayoni ketmoqda albatta. Hop, mana shu hududga o'rnatishga obyekt olganmiz. 200 kilovatli. 200 kilovatga kerakli bo'lgan materiallarni hozir kran yordamida pastga tushiryapmiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu materiallar 200 kilovatli quyosh paneli materiallari hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rib turganimiz invertor ustida turgan narsalar bu o'sha quyosh paneli uchun kerak bo'ladigan montajlar uchun kerak bo'ladigan shitlar, shu barcha instrumentlar hisoblanadi. Bu instrumentlar hammasi shu o'rnatib berish tomonidan firma tomonidan beriladi. Polniy quyosh paneli o'rnatish jarayoniga hamma komplekt o'zimiz maxsus 4x1 quyosh panellari uchun maxsus kabellari bilan kelamiz o'zimiz o'rnatib berishga. Bu asobni shu quyosh paneli uchun chiqarilgan kabel bo'ladi. Mana atrof keng, qish bo'lishiga qaramasdan quyosh paneli o'rnatishga kelganmiz. Xudo xohlasa ertadan ish jarayonlarini ham boshlaymiz. Ish jarayonlarini ham to'liq shu YouTube kanalimizga obuna bo'lib qolsanglar ko'rsatib boramiz. Biz quyosh paneli o'rnatadigan joyimiz Kirgilida shu beton plitalar ishlab chiqaradigan zavod ekan. Shu zavod uchun 200 kilovatli quyosh panellarini o'rnatishga keldik. Bu yerda bizga kerakli bo'ladigan eng asosiy narsa kranlar bor ekan. Bizga juda ham qo'l keldi shu kranlar. Kran yordamida bemalol yuklarimizni oson ko'chirib oldik. Kranning kattaligini ham ko'rsatib o'tyapmiz. Albatta juda ham katta kran. Furani ham joydan bemalol boshqa joyga o'tkaza olsa kerak. Yuklarimizni shu kran yordamida tushirib oldik. Havo sovuq, sekinastalik bilan quyosh paneli hamma biladi, ko'p qismi shishadan tashkil topgan bo'ladi. Ehtiyotkorlik bilan shu kran yordamida tushirib oldik quyosh panellarimizni, kerakli instrumentlarimizni. Shu tushirish jarayonidan lavhalar ketyapti hozir. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, yana quyosh paneli o'rnatish, montaj jarayonlarini ham videolar qilib yoritib boramiz. Balki o'zinglar ham shu quyosh paneli montaj qilish yoki o'rnatib berishni o'zinglar ham mustaqil ravishda o'rganib olsanglar bo'ladi. Unchalik qiyin narsa emas quyosh paneli montaj qilish, ularni o'rnatish. Ko'p joylarda hozir quyosh paneli o'rnatib beramiz degan odamlar ham, ustalar ham aslida juda ham oson narsa bu quyosh paneli o'rnatish. O'sha ustalar qimmat aytib o'zini narxini juda ham qimmatga odamlarga quyosh paneli o'rnatib montaj qilib berishyapti. Aslida quyosh paneli o'rnatish, montaj qilish unchalik qiyin narsa emas. Bemalol quyosh panelini o'rnatib, o'zinglar uyinglarga montaj qilib olsanglar, ozgina elektr tomonlama biliminglar bo'lsa, bu narsa qiyin emas. Kanalimizga obuna bo'linglar. Keyinchalik yana videolar qo'yib boramiz. Montaj jarayonlari, Kavkaz jarayonlari